Stream boshlandim. Keladim? Все. Keladim? Bilay, o'zim ko'rib qolay. Все, hop. Xo'sh. Do'stlar, menimcha efir boshlandi. Chat hammaga salom. Quyosh endi tushishi bilan biza nimaga keldim-da o'zi endi o'ylayapman. Modrot o'tdi. Hamma o'ylab ko'rsin. Hop. Nimaga keldim do'st to'g'ri o'ylayman, lekin biza Buni hamma yoqdan o'zib ketdi. Hamma biza Goblin bergan manzilga keldik va bu joyni ko'rsat, yo'qki. Pursomni ko'rsat. Bo'l bizani. Va do'stlar, bu yerda qarang, to'zmasman. Gambit aka va Maqsudjon. Da. Shuni mikrofonni men qo'yib qo'ydik, shuni to'g'rilab qo'ydik. Все, efir ketyaptimi? Hop. Chat salom ko'raman. Chat hamma prisos tashlasin. Chat hamma prisos tashlasin, salom ko'raman. Все, hop, hammaylar qarang. Bolalar. Bundan oldingi Darknet qismini ko'rganmiz, sekin yuraveraylik. O'zim mana bu oyoq. Bundan oldingi Darknetni agar siz ko'rgan bo'lsangiz, unda bizga kitob Goblin sizlarga bergan manzilda Gambitni davolashingiz mumkin degandi. Ya'ni Gambit klonga, как будто aylanib qotgan dedi. Nima deysizlar? Chat nima deysizlar? Shunaqa bo'lgan. Mana qarang, Gambit esa tan olmaydi bu haqida. Mana Gambitga qarang. Sizga shotga meni davolagan olib keldim. Demoqchimisiz? Hay, bilardingizki buni? Doktorga borardik. Yo, hazilkash. Hamma chat Gambit hazilkash deb qo'yinglar. Hamma, hop qarang, Gambit aka. To'g'risini aytsam, men bunaqa qo'rqinchli va qo'rqitadi. Chunki men o'zim umuman tashlab yurga bormayapman. И вообще-то bu joy dacha emas. Ya'ni bu joyda biz oldindan kelib, ya'ni adashib ketaman. Qarang, hop mana. Fikrim tushuntirishga harakat qilaman. Chat qaranglar, mana. Oldin biz o'zimizni joyga, o'zimizni qarorgohimizga chaqirdik klonni va xohlaganimiz qilardik. Bu safar biz xuddi shuni teskaristamiz. Ya'ni ularning qarorgoh va endi ular xohlaganini qilish mumkin. Juda xavfli deb. Va shuning uchun ham aytgancha shoshma gapira olaylik. Va shuning uchun biz efir qolamiz, chunki agarda ular nimadir qilsa, mavoda videoni qo'yamasak ham efirni hozirdan ko'rdik-ku. Bular riski ekran skrin qilib bizga yordam berishi mumkin. Shuning uchun ham do'stlar, albatta oxirigacha ham ko'ring efirni. Nima demoqchisiz gapiring. Faqat 2x qo'rqinchli demoqchi edim. U yerda qaychabi bor edi o'zimiz joy qaychabi. Brat. Katta mashina o'tadi. Hamma bo'lib просто yuraylik. Bilak, borda oldin yuring. Ay. Qanaqa eski imomlar qarang, tomidagi nimadirlar ashta yotibdi. Hammaylar hop qarang. Goblin bizga nimaga bu manzilni berdi? Eshigimi shu? Biling-a, Goblin bizga nimaga bu manzilni berdi? Shoshma, bitta kadr maqsadga tutgan, yarki emasmi? Kadr silishgan. Shoshma kadr silishgan yarki.